Assalomu alaykum. Men Abdurazzoqov Jahongir Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar institutida tutor sifatida faoliyat yuritaman. Bir necha yildan beri talabalar bilan ishlash sohasida tajriba to'plab kelmoqdaman. Tutor sifatida bizning asosiy vazifamiz talabalarni ilmiy va shaxsiy rivojlanishda qo'llab-quvvatlash. Ularning o'qish jarayoni, hujjat ishlari, grantlari va boshqa masalalarda yo'naltirishdir. Har kuni talabalar bilan uchrashamiz, gaplashamiz, muammolarni hal qilamiz, ular bergan savollarga javob beramiz va barcha institutdagi va ijara xonadonlaridagi talabalar turar joydagi harakatlari bo'yicha mas'ulligimizni va ular bergan savollariga javob beramiz. Talabalarga nafaqat o'qish bilan bog'liq, balki grantlar, amaliyot, xorijiy dasturlar va ijtimoiy loyihalar haqida ham maslahatlar beramiz. Bundan tashqari ko'p hollarda motivatsion suhbatlar o'tkazamiz va turli tadbirlarni tashkil etamiz. Biz tutorlar har bir talabalarni tinglashga va ular bilan birgalikda ishlashga tayyormiz. Talabalarning har qanday masalasida biz ularga yordam beramiz. Biz tutorlar har bir talabalarni tinglashga va ularning muammolarini hal etishda ko'maklashishga tayyormiz. Tutor talabaning institutdagi eng yaqin maslahatchisi va do'sti hisoblanadi. Bizga bemalol murojaat qilishlari mumkin. Aziz talabalar, sizlarga shuni tavsiya qilamanki, o'zingizga ishoning. Imkoniyatlardan to'liq foydalaning va faol bo'ling. Har doim yangi bilim va tajriba izlab yashang. Biz esa tutorlar doimo yoningizdamiz va qo'llab-quvvatlaymiz.